Kim? Assalomu alaykum. Sherxon sog'omonmisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Rahmat, yaxshi rahmat. Allohga shukr. Umringiz O'zgarsiz. uzoq, doimo tanu joningiz sog'omon bo'lsin. Alhamdulillah, biz ham yaxshimiz. Sherxon, sizni ayni soniyalarda bezovta qilishimizning asli boisi O'zbekiston bo'ylab, butun davlat bo'ylab ish faoliyatini olib borayotgan loyiha Shukrona tabrik loyihasi ijodkorlari bezovta qilib turibmiz. Sababi bugungi tavallud ayyomingiz munosabati bilan O'zbekistondagi qardoshlaringiz nomidan go'zal bo'lgan dilnomalari kelib tushgan bizning loyihamizga. Rahmat. O tushunda bo'ldi. Shukriya. Tashakkurlar aytamiz. Aynan qay birlari sizni yaxshi ko'rib, mehr va muhabbatingizni his qilgan mehrli insonlaringiz bizga murojaat qilganlar. Aynan qay birlari bo'lishligi mumkin? Endi ertalab ham shunaqa narsa kelganida, ertalab oyim dedim, noto'g'ri chiqqanida, yana oyim deya qolay, ya'ni chun balkim oyimniki kechroq kelgandir. Bilmadim. Oyingiz Bo'lishi mumkin. Oyingiz jannatingiz, onajoningiz a? Ya'ni oyim. Ayam jiyanlarim, albatta. Keling, sizni jannatingiz, onajoningiz nomidan ham chin qalbimizdan tabriklaymiz, ammo ular emaslar. Ular sizga keling mana shunday ta'riflarni yo'llab o'tganlar. Ta'riflarni keling o'qib eshittiraylik, shu bilan birgalikda o'zingiz topmoqligingiz oson bo'lar. Bilasizmi, doimo meni himoya qilib, qo'llab-quvvatlab kelgan aziz insonim. Bolalikdan to katta bo'lgunimizga qadar meni qo'llab kelgan bu dunyodagi eng mard inson deb bilaman. Baxtimga doimo omoni bo'lsin, dunyo turguncha tursin. Men ularni juda ham qattiq yaxshi ko'raman va ular mening eng mehrli insonim bo'lganligidan faxrlanaman deya singillaringizdan birlari bizga murojaat etganlar. Jayrona singlimdir-da. Jayrona. Yana kim bo'lishligi mumkin? Jayrona singlim bo'lmasa, singillarimdanmi, opalarimdanmi bilmay qoldim hozir. Opalarimdan bo'lsa Zarnigora ertalab Zarnigora ham tabriklagan ekanlar. Mashalloh, qarang, sizni Kubaro, Jayrona, Oftoboy degan jigarlaringiz bor ekanlar. Bularning ichida qay birlari bo'lishligi mumkin? Oftoboy yoki Kubaro yoki Jayrona uch odam bittasi bo'lishi mumkin. Albatta. Ammo aniq holda ertalab uch oyam tabriklagani uchun bilolmadim hozir. Albatta, sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi singiljoningiz Oftoboy tabriklab qutlab o'tganlar va ularga hamrohlik qilgan jannatingiz, onajoningiz Yulduz opa, xolajonlaringiz Go'zal opa, Naima opa, Zarnigor opa, Feruza opa va sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi jigarim deb hurmat qilguvchi tog'ajonlaringiz O'ktam aka, O'tkir aka, pochangiz Olim aka. Sizni 3 nafar mehrli, muhabbatli singiljonlaringiz, yana katta onajoningiz ham bor ekanlar, To'lg'anoy onajonimiz. Ukajonlaringiz Zahrijon, Islombek va Muhammad Alilar ham Oftoboyga hamrohlik qilar ekanlar. Ruxsatingiz ila ularni tabriklarni va ta'riflarini, uzrnomalaru tashakkurnomalarini ham o'qib eshittiramiz. Avvalo tabriklariga boshladik. Assalomu alaykum. Alloh taqdirimga bitgan ne'matlarning eng sarasi bo'lgan aziz insonim. Akajonim, sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan barcha yaqinlar bilan birgalikda tabriklamoqlikni o'zim uchun farz deb bildim. Avvalambor Allohimiz uchun suyukli banda, suyukli rasulimizga chin ummat bizlarga esa ne'mati bo'lgan. Qarshi olgan 26 bahoringiz muborak bo'lsin. Yuzingiz doimo issiq, so'zingiz qilich kabi o'tkir bo'lsin. Akajon, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Shu bilan birgalikda sog'inganman. Allohim tez orada bizni yuzlashtirmoqlik, uchrashtirmoqlik nasib biroz aylagani bo'lsin. Ushbu kun albatta sizdan ancha olisda. Ushbu dilnomalarni yozar ekanman, ammo qalban, ruhan siz bilan birgaman. Ushbu kun tavallud ayyomingizda men ham ishtirok etyapman. Akajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Alloh doimo umringizni ziyoda qilsin. Yana birgalikda tashakkurlarimni ham izhor qilaman.
Siz mening himoyachim bo'lganingiz uchun, suyanganda suyanch tog'im bo'lganingiz uchun, hech narsadan qo'rqma singlim, yoningda men borman deganingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Mehribonim akajonim, sizni dunyolarda tengi yo'q mehringiz bor. Sizni mana shunday go'zal mehringiz ila hurmat qilaman. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bilay bilmasdan qalbingizga ozor bergani bo'lsam, xafa qilib qo'ygani bo'lsam, meni kechirgaysiz. Akajonim, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Baxtingiz doimo bardavom bo'lsin ilohim. Akalikni oqlagan akam, xato qilsam yo'ygan akam, men nodoni o'nib o'ssin deb, yo'g'imda ham yo'qlagan akam. Chertib ko'ngil sozimni akam, tinglangsiz dil rozimni akam. Birgalashib, tabriklab, quchib, doim yonimda bo'ling siz akam. Akajon, sizni tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Shu bilan birgalikda ushbu kun onalik baxtini his qilgan jannatimiz onajonimiz ham baxtimizga omon bo'lsinlar deya yo'llab o'tgan ekanlar. Rahmat kattakon. Boriga shukur. Umringiz ziyoda bo'lsin. Xo'sh, nima deyishni bilmay qoldim, ammo kattakon rahmat. Keling Sherxon, bizda O'zbekiston vaqti bilan mana shunday go'zal kun, bahorning eng salqin, eng quvonchli kunlaridan biri 1-may sanasi. O'zbekiston vaqti bilan menlari 16:20 ni ko'rsatib turmoqda. Mana shunday go'zal fursatlarda ovozingizni loyiha ijodkorlari bilan birgalikda yozib bormoqdamiz. Albatta sizning singiljonlaringiz ham, qolgan qavmi qarindoshlar ham jon quloqlari bilan, mehrli yuraklari bilan albatta tinglaydilar degan umiddamiz. Ularga ham aytar dilnomalaringiz bo'lsa, sizdan ham tinglab qolamiz. Ya'ni bolalarga kattakon rahmat hammasiga. Ertadan o'rdadan telefonim o'chganini aytib, hamma telefon qilib tabriknoma aytishyapti. Rahmat kattakon borlariga, jonlari sog' bo'lsin. Nimaki niyat, nimaki tilak qilgan bo'lsa, hamma yaxshi niyatlari o'zlari bilan birgalikda bo'lsin avvalambor. Albatta. Sizlarga ham kattakon rahmat. Tashakkurlar aytamiz. Doimo tanu-joningiz sog'-omon bo'lsin. Yaqinlar ardog'ida, jigarlar hurmatda bo'lib yashamoqligingizni tilakdoshimiz. Onajoningizni ham bugungidek go'zal kun, onalik baxti bilan uyga qaytganda tabriklab qo'yasiz degan umiddamiz. Omon bo'ling ilohim. Rahmat kattakon, rahmat. Umringiz ziyoda bo'lsin. Salomat bo'ling. uzkids.net taqdim etadi. Aka, qo'lingizni bering qo'limga, ota holimizni ko'rib kelamiz. Ketaylik adirga, ketaylik qirga, onamga quchoq yo'l berib kelamiz. Aka, sizni yaxshi ko'rdim hammadan, suyanganim siz-ku.
menikidek arslon